بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Hop, mabdal qiroat kitobining birinchi qismini 4-darsini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz inshaalloh. Hop, qala al-musannif rahimahullohu ta'ala ad-darsu ar-rabi', 4-dars. Hop, birinchi lug'atlariga bir qator ko'z yugurtirib qo'yamiz. Hop, ma'anil kalimat. So'zlarning ma'nolari. Hop, finjan, piyola, fanajin bu ko'pligi, ya'ni piyolalar. Ibriqu shay bu choynak. Ibriq deb mana shu jumlaga bor idishga aytiladi. U bizda faqat choynak emas, jumlaga bor boshqa idishlarga ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni obdasta, shunga o'xshagan narsalar ham ibriq deb ishlatiladi. Saxonatul ma'i bu suv isitgich. Ya'ni suv qaynatgich. Bu mana bu joyda rasmda mana samovar ko'rsatilgan. Mana shu haqida gap ketyapti. Endi hozir samovarlar juda ham kam uchraydi. Shuning uchun buni hozirgi tilda tefal deb qo'ysak ham bo'ladi. Biz urfga tefal bo'lib kirib ketib qolgan. Yani suv qaynatib ichadigan choynagimiz, o'shanga saxonatul ma'i deb aytiladi. Baytun uy, buyutun uylar. Darun hovli, durun hovlilar. Rofun tokcha. Rufufun ko'pligi, ya'ni tokchalar. Ya'ni derazani past qismidagi joy bor-ku, mana shuni rof deyiladi. Valadun, avladun. Valadun bola, avladun bolalar. Validun kichkina, ya'ni chaqaloq bolaga ishlatiladi. Tabix ovqat, ta'amun ham ovqat. Bu ko'pligi emas. Tabixun ovqat, ta'amun ovqatlar emas. Bu qovus ichidagi buni sinonimi. Ya'ni tabixun ham ovqat, ta'amun ham ovqat. Shayun choy, qahva, kofe. Sukkarun shakar. Akala yedi, ya'kulu yeyapti, kul ye, aklun yemoq. Shariba ichdi, yashrabu ichyapti, ishrob ich, shurbun ichmoq. Ya, ya'ni ey deb murojaat qilishlik harfi nido deyiladi. Ya'ni palonchiga ey palonchi deb murojaat qilganimizda ishlatiladigan ey kalimasi. Bi degani bilan, bitta bilan ma'nosi bilan keladi. O'zi lekin bini boshqa ma'nolari ham bor. Buni inshaalloh kelajakda sizlar bilan yana bir qator ko'rib chiqamiz, lekin hozircha bi, ya'ni bilan, yordamida ma'nolarida ishlatib turamiz. Arabcha matnni ko'rib chiqamiz birinchi. Bismillahirrohmanirrohim. Aynal kitabu. Kitob qayerda? Al-kitabu ala maktabil muallimi. Kitob muallimning stolining ustida. Aynal waladu. Bola qayerda? Fiddari. Hovlida. Hada raffun. Bu tokcha. Saidun yashrabu shaya bil finjani. Said choyni finjon bilan, ya'ni piyola bilan ichyapti degani, ya'ni piyola yordamida ichyapti deb tarjima qilamiz. Ya'ni bi bitta yordamida deb ishlatiladi. Ya'ni qisqaroq qilib piyolada ichyapti desak ham bo'ladi. Usmanu ya'kulu tabiha. Usmon ovqatni yeyapti. Mana tabiha bo'lib oxiridagi fatha bilan tugashligi o'zbek tilida n ma'nosini beradi. Ya'ni ovqatni yeyapti. Ayna saxonatul ma'i. Suv isitgich qayerda?
Hati ibriqa shayi. Choynakni keltir. Man yaqra'u fil bayti. Kim uyda o'qiyapti? Man ya'kulu tabiha. Kim ovqatni yeyapti? Ma hada fil raffi. Ma hada degani bu nima? Fil raffi degani tokchada. Ya'ni bu tokchadagi nima deb o'zbek tiliga tarjima qilsak to'g'ri keladi inshaalloh. Finjanun piyola. Man hada fil fasli. Kim bu sinfdagi? Hop, mana shu joyda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bitta jihat bor. Ya'ni fidan keyingi kelgan ismni oxiriga qarasangiz, kasra bilan tugaganligini guvohi bo'lasiz. Mana bu qismda ham ma hada fir raffi desa, ya'ni bu nima tokchadagi fidan keyin kelgan rof kalimasi oxiri kasra bilan tugayapti. Bunisi jumlada ham man hada fil fasli. Ya'ni kim bu sinfdagi degan jumlada ham fidan keyin kelgan fasl kalimasi oxiri kasra bilan tugayapti. Hatil mibrata ya Said. Mibratun bu qalamtarosh. Qalamtaroshni keltir ey Said. Ishrobi shaya bis-sukkari. Choyni shakar bilan ich. Mana bu o'zi amr siyg'asida kelgan, ya'ni ishrob bo'lgan. Ashayadagi mana bu shinni tepasidagi tashdidni ichida bitta sukunlik, bitta harakatlik shin bor. Ya'ni birinchi sukunlik bilan boshlangan. Mana shu sukun bilan ishrobni oxiridagi sukun jamlanganligi uchun, to'qnash kelganligi uchun birinchi b ni tepasidagi sukunni kasraga aylantirganmiz. O'qishga qulay bo'lishligi uchun. Shuning uchun ishrob shaya demaymizda ishrobish shaya deb aytamiz. Va mana bu keyingi qismda ham bidan keyin kelganligi uchun mana bu sukkarini oxirini kasra bilan tugatyapmiz. Ya'ni ishrobish shaya bis sukkari. Choyni shakar bilan ich. Kulit tabiha. Ovqatni ye. Khudhil miqlamata ya Karim. Qalamdonni ol ey Karim. Mana ya Karim deganda ey Karim deb ishlatamiz. Mana bu joyda ham kulit tabihada ham khudhil miqlamatida ham xuddi yuqoridagi qoidamiz ishlagan. Ya'ni o'zi aslida bular kul bo'lgan, keyingisi khudh bo'lgan, lekin o'qishga qulay bo'lishligi uchun mana khudhil miqlamatani qarasangiz, lamni tepasida sukun turibdi. Bu ham o'zi aslida khudh bo'lgan. Khudh limiqlamata bo'lib tilga og'ir bo'lib qoladi. Shuning uchun zalni tepasidagi sukunni kasra harakatiga almashtirganmiz. Khudhil miqlamata deb o'qib o'zimizga qulay qilib o'qishligimizga nahv qoidalari ruxsat beradi inshaalloh. Hop. Iqro, mana bu yerda endi qayar? Iqro bo'lgan harakat yo'q. Biz yuqoridagi qoidalardan kelib chiqib turib nima qilamiz? Iqro id-darsa deb bu alifga va hamzaga kasra harakatini beramiz. Iqro id-darsa ya Farid. Ey Farid, darsni o'qi. Mahmudun yashrabul qahvata. Mahmud qahvani ichyapti. Ishrobil qahvata bis-sukkari. Qahvani shakar bilan ich. Hadal waladu ya'kulu at-tabiha. Bu bola ovqatni yeyapti. Valadudan oldingi hada bu degani, ya'ni mana shundan boshlaymiz tarjima qilishda. Bu bola deymizda ovqatni yeyapti deb oxirida ya'kulu, ya'ni yeyapti bilan o'zbek tilida tarjima qilib tugatamiz. Allohu ta'ala a'lam.